Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimizda hamma kutgan yurib qo'yish bo'yicha chempion uskunalarimizdan biri Aeron uskunasi. Aeron uskunasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, mana shu joydan boshlanadi. Asosiy ishlar mana shu yerda bo'ladi. Buni xohlasangiz o'tirib boshqarishingiz mumkin, xohlasangiz mana shu boshqaruv pulti orqali boshqarish mumkin. Hatto telefon qilsa ham bo'ladi bu bilan. Xo'sh, mana shu yerda turgan joyimizda ish boshlanadi. Birinchisi uskunamiz oldinga harakatlanishi, oldin orqaga. Ikkinchisi o'sha hozir ko'rsatib o'tamiz videoning oxirida. Ikkinchisi burilish, ya'ni mana shu yerda gidravlikasi pastga tushadi hamda 360 gradusga aylantirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda 4-inchimiz qolipni, ya'ni mana shu dozatorni avtomat borib kelishini boshqaradi. 4-inchisi esa mana shu gidravlikalar orqali preslab beradi. Ya'ni o'sha shlakavlog quyilgandan keyin, dozator bergandan keyin qolipimiz preslaydi hamda mana bu oxirgi knopka orqali, joystik orqali qolipimiz ko'taradi hamda mana shu birinchi joystik orqali oldinga yuriydi. Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, qolibiga keladigan bo'lsak, 12 ta chiqaradi bir bosishda. Zavod tomonidan 500 ming donaga garantiya berilgan, balki bundan ko'p ham ishlashi mumkin. Sinovdan o'tgan, ya'ni minimum 500 ming donaga kafolat berilgan. Mana bu yerda sistema охлаждения, ya'ni sovutish tizimi. Bu gidravlikamizni sovutib turadi, qizib ketmasligi uchun. Gidravlikamiz 25 tonna bilan bosadi. Bu full variantimiz. Polavtomat variantlarimizda 15 tonna bilan bosish imkoniyatiga ega. Xo'sh, mana bu yerda sensor tablosi bo'ladi. Mana shu yerdan boshqalarning hammasi soniyasini boshqarishimiz mumkin. Qolipni o'sha dozatorini 2-3 marta borib kelishini boshqarishimiz mumkin. Xullas, funksiyasi ko'p. Buni ishlatmoqchi bo'lganlarga biz podrobni tushuntiramiz, ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'sh, mana bu yoqda esa ko'tarish joyi, mana bu yerda motori bo'ladi. Bu hozir qo'yilmagan. Vibrator vazifasini bajaradi. Mana shu yerda motori bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'tamiz va mana shu yerda vibratorimiz ulanadi. Keyingi etapimiz bunker. Tayyor mahsulotimiz mana shu bunkerga solinadi. Xo'sh, undan keyin mana shu orqadan ko'rsating, mana yaqinroq keltiring. Mana shu dozator orqali avtomat tizimda ishlash imkoniyatiga ega. Mana bu motorchigimiz esa boya aytganimizdek 360 gradusga aylanish imkoniyatini beradigan moslamamiz, qurilmamiz. Mana shu knopka orqali boshqarsa ham bo'ladi buni, pult orqali. Xo'sh, bunimiz pastga tushadi hamda 360 gradusga, xohlagan gradusga aylantirib ishlatishimiz mumkin. Mana bu yerda esa bunkerni ochib yopadigan gidravlikasi. Xo'sh, bu uskunamiz soatiga 1500 dona deyilgan. Endi biz 500 olib tashlasak, 1000 dona aniq chiqarish quvvatiga ega. Xo'sh, navbatdagi uskunamiz 6 talik full pozitsiyamiz hisoblanadi. Ushbu uskunamizda 12 talikka o'xshagan bir xil, faqat o'sha qolibining donasida farqi bor. Xo'sh, mana boya ko'rsatmadik. Mana buni ustida ko'rishimiz mumkin. Invertorlari bor. Datchik bezopasnost faza uchun himoya qiluvchi qurilmamiz joylashtirilgan hamda xo'sh, o'zini kitobchasi mavjud. Qo'llanmasi qanaqa ishlatish haqida. Buni yana mutaxassislarimiz ustanovka jarayonida birma-bir tushuntirib borishadi. Xo'sh, bunda 6 talik fulimizda mana bunaqa motorchiga vibratori bitta bo'ladi. 12 taligimizda esa ikkita bo'ladi. Ikki yon boshida bittadan 2 dona bo'ladi, 12 taligimizda ikkitadan 4 dona bo'ladi. Bu ham xuddi o'shanga o'xshagan ishlash tizimi bir xil. Mana enshasini ham ko'rsatib ketaylik, operator. Mana enshalarimiz gidravlik bosimni o'lchaydigan Koreya mahsuloti qo'yilgan. Bu yerda hech qanaqa Xitoy mahsuloti yo'q. Faqat Aeronning eng sifatli mahsulotlari qo'yilgan. Ushbu brend ham Aeronda eng taniqli, eng sifatli uskunlardan biri hisoblanadi. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Albatta, ushbu Aeron uskunamizni birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni polavtomat. Xo'sh, bunda 39 ga 19 razmerdan 7 dona chiqadi, 35 ga 17 razmerdan 7 dona chiqadi.
buni ham inobatga olib qo'yamiz. Buni ishlash tizimi mana shu yerda bo'ladi. Mana shundan boshlanadi. Oldin, orqa, presslash, qolipni ko'tarish. Buni burilishi esa mana bu yerda mana buni richagimiz bor, uni olamiz. Olgandan keyin mana bu knopka orqali bo'ladi hammasi. Mana bu tortilgandan keyin oson. Mana e'tibor beramiz, juda oson. Mana bu yerni ham bir ko'rsatib qo'ying. Mana bu yerda gidravlika bor. Ya'ni buni harakatlantirish uchun mana bu knopka orqali oyoq bilan bosiladi, keyin aylantiriladi. Juda ishlatish oson, qulay. Buni murakkablik joyi yo'q. Xo'sh. Mana bu yerda ishtimiz. Instruksiyasi bor, hamma narsasi. Vibratorlarimiz bu yerda joylashgan. Bunda o'zining aravasi bo'ladi komplektida. Mana shu arava orqali o'zining yetarlicha hajm olib kelib, mana shu solinadi. To'g'rilab bosib chiqariladi. Mana bu yerda polavtomat bo'lgani uchun gidravlikani, daveniyasi mana shu yerdan boshqariladi. Mana bu yerda esa daveniyamizni ko'rsatish datchigi. Hurmatli kuzatuvchilar, negativchilar, narxini video oxirida albatta aytib ketamiz, chunki oldinga qo'ygan videomizda o'sha Xitoy yuribdi degan uskunamizni qo'yganimizda ko'pchilik yozgan ekan, narxini aytib ketsa bo'lmaydimi, qiyin emas-ku degan gaplar uchun videomiz oxirida narxini aytib ketamiz albatta. Ushbu uskunamiz soni cheklangan, ulgurib qolamiz hurmatli kuzatuvchilar, chunki buni tayyorlanish jarayoni juda uzoq muddat bo'lgani uchun bundan sanoqli keladi. Zakaz orqali xohlagan razmerni keltirib beramiz. Bundan muammosi yo'q. Xo'sh, Eronni sifatini kutib yurganlar aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa, chiroyli qilib, sunaqa qilib ishlatib ko'rsatib beramiz. Ushbu uskunamizning narxlariga keladigan bo'lsak, xo'sh, bu pozitsiyamiz 6 talik polavtomat pozitsiyamiz $8000. 6 talik fullimizning narxi $17000 turadi. Eng yuqori komplektatsiya 12 talik full variantimiz esa narxi $29000. Albatta buni o'tiladigan joyi bor, barakasiga o'tib beramiz. Agar uskunamiz sizlarga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Asia Techno Group.